Real Madrid Ispaniyaga sayohat boshlanish arafasida turibman. Mana bu men olgan narsalarim. Ishoninglar, juda ham ichimda g'alati hissiyotlar o'tyapti. Ko'plar menga ishonishmayapti chiqishimga, lekin albatta hammasiga isbotlayman. Eng muhimi, meni qo'llab-quvvatlayotgan insonlar ham bor, yo'q emas. Men uchun ikkita bayroq muhim. Birinchisi O'zbekiston, o'zimizning ona vatanimiz bayrog'i bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Real Madrid. Buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Xo'sh, ikkita Real Madrid formasini oldim, bitta sportivkasini oldim, voy. Men bu emblemani o'zi ishoninglar, uncha-muncha joyda hal qilib qo'yadi-da. Bu meni birinchi sayohatim bo'lgani uchun menga yordaminglar kerak. Ya'ni nima tarafdan? Men power bank oldim. Velgim teshilib qolmasligi uchun nasos, bundan tashqari yamaydigan narsalar oldim. Bu bloknotim doim mening bilan, maqsadlarim hammasi tushirilgan. Vaqti kelib yo'linglarga qanaqa maqsadlarim, orzularim borligini ham bo'lishib ketaman sizlar bilan. Menga kerakli yordaminglar. Kommentariyada yozib qoldiringlar, nimani o'zim bilan olib olay. Men juda ko'p narsani oldim deb o'ylayapman, lekin balkim olmagan narsalarim ham bordir. Agar siz sayohat qilgan bo'lsangiz yoki sayohatga chiqqan tanishingiz bo'lsa, yo'l davomida uzoq safarga ko'proq nima kerak bo'ladi? Kommentariyga yozib ketinglar, o'sha narsani qo'llab-quvvatlab turinglar. Mehr ila doim birgamiz. Yurak urib tursin, orzularni amalga oshiramiz. Real Madrid.